Abbosbek Fayzullayev haqida 10 ta fakt. Qani boshladik. Abbosbek Fayzullayev 2023-yilda O'zbekiston U20 terma jamoasi bilan Osiyo chempionligini qo'lga kiritdi va turnirning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. 2023 va 2024-yillarda Abbosbek Fayzullayev O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. 2023 va 2024-yillarda Rossiya chempionatida Yil kashfiyoti mukofotini qo'lga kiritdi. 2023-yilda AFK tomonidan yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb tanlandi. Abbosbek Fayzullayev O'zbekiston terma jamoasida 2023-yilda debyut qilgan. Abbosbek Fayzullayev 2025-yilda Istanbul Başakşehir klubiga transfer bo'ldi va hozirgi kunda Turkiya Superligasida o'ynayapti. Abbosbek futbolga qiziqishini bolalikdan boshlagan va Paxtakor Toshkent akademiyasida tarbiya olgan. U O'zbekiston U19, U20 va U23 terma jamoalarida o'ynagan va har birida o'zining yuqori o'yin ko'rsatkichlari bilan ajralib turgan. Abbosbek Fayzullayev o'yin uslubi tezkor va texnik jihatdan boy bo'lib, o'zining jismoniy holati bilan raqiblarni ortda qoldiradi. Fayzullayev hali yosh bo'lishiga qaramasdan, xalqaro futbol maydonida o'z o'rnini topgan va kelajakda katta muvaffaqiyatlarga erishishi kutilmoqda.